Hasanboy, mana bugün 25-yil 13-aprel. Hayvonlar tutibdi. 20-mart kunlari 19-20 Navro'zdan oldin qiluvdim. Hayvon. Bu o'zi Valovoy gilos. İnternetda birov gilos zo'r gullaydi. Bu ham zo'r gullavdi lekin ushlab qolgani juda kammi deymanda. Lekin soma yaradi deydi-ku. Mana mayda bitta bor. Shunga sariq qilsa, sariq bilan bitta shox sariq bo'lsa changlanadi deganiga mana. Hammasiga ikkitadan qo'yib chiqqanman. Bittasi bo'lsa ham tutsa, ushlasa bo'ldi deb. Mana bu ikki tomonidan qo'yganman, ikkovi ham tutdi. Mana ular ham hali tutquday ro'y bor. Mana shu gullab meva ham so'yapti. Hayvon. Mana shoxiga bitta qo'yganman. Tepadan manidan qo'ydim ikkita. Buni bittasi tutmagan masal. Bu ham-ku. Ehtimol bor. Akashimiz. Bitta qoldiramiz buni. Bitta qoldirsak bo'ldi, bitta shoxini. Endi shu ilcha tursin. Gilos olib tashlayman. Oddiy o'zbek gilos bor. Haydan bittasi bor. To'ydan chiqqanlarga qo'ydim. 5-6 ta. Bu o'zi mana bu ham tutgan.